buyrakning yukstamedular apparati biz bilamizki buyrakning mag'iz qismida, ya'ni medulla renalisda joylashgan bo'ladi. Tushunarlimi? Bu yerda glomerula kaptokchalarini atrofida nima deganmiz? Miya-epitelial hujayralar bor. Miya-epitelial hujayralar qanday modda ishlab chiqaradiganmiz? Renin moddasi ishlab chiqadi. Renin moddasi bilib qo'yinglar, nofaol modda, faol modda emas. Renin moddasini ishlab chiqargandan keyin renin moddasi jigarga boradi. Jigarga borgandan keyin angiotenzin moddasiga aylanadi. Ya'ni angiotenzin 1 moddasiga aylanadi. Qon orqali oqib borib esa o'pkaga boradi. O'pkaga borganda o'pkadagi ferment ta'sirida asid fermenti bor. O'sha ferment ta'sirida angiotenzin 2 gormoniga aylanadi. Angiotenzin 2 gormoni esa qonga tushgandan keyin bevosita qon bosimini ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Ya'ni angiotenzin 2 ni nimasi funksiyasi? Qon bosimi, qon tomirlarini toraytirish xususiyatiga. Qon tomirlari toraygandan keyin qon bosimini ko'tarilish holati yuzaga keladi. Bundan tashqari endi mana bu yerda mana buyrak usti bezimiz bor. Mana ko'rsatib ketamiz. Mana bu endi qonda angiotenzin 2 moddasini ko'tarilishi mana bu buyrak usti bezimizda ishlab chiqariladigan mana buyrak usti bezimiz aldosterin moddasini ishlab chiqaradi. Ana shu aldosterin moddasini ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Aldosterin moddasi ko'paygandan keyin buyrakda filtratsiya, reabsorpsiya jarayonlari tezlashib ketadi. Bu esa qon bosimini yanada battar ko'tarilishiga sababchi bo'ladi. Tushunarlimi? Endi o'sha nimada yukstamedular apparatida o'sha nimalari biz bilamiz, ratsional ovqatlanishga har doim to'xtaymiz. Masalan, mana biz mana buyrak haqida gapiradigan bo'lsak, biz kun davomida ichadigan normal miqdorda qancha 2-3 litrgacha suyuqlik iste'mol qilishimiz kerak deb aytamiz. Endi biz o'sha nima suyuqlikni kam ichishimiz, sovuq iqlim sharoitlari, bular hammasi o'sha yukstamedular apparatimizning atrofida nima deydi? O'tkazuvchi hujayralarning devorini qalinlashuviga sabab bo'ladi-da. Ular qalinlashgandan keyin birlamchisining uyaga kirishi yanada kamayadi. Chunki biz suyuqlikni kam iste'mol qilyapmiz. Irratsional ovqatlanish qoidalariga rioya qilmayapmiz. Buni oqibatida yuragimizda o'sha nimalari hujmayib qolishiga sababchi bo'ladi. Tushuntirildimi?